Ko'pchilik shu kir yuvish mashinasining dozatordan noto'g'ri foydalanar ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa to'g'ri foydalanishni o'rgatib qo'yaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz 3 ta tsikka bo'lingan 1, 2 va 3-chi ham ko'k joyi ham bor. Hamma birga bo'lsa ko'rayotgan bo'lsangiz, bunga har doim parashok solmaysizlar. Bunga qachon parashok solasizlar? Mana tabloda передварительный sirka degan joyi bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 2 marta yuvish, shuni bosganingizda ham bir yonadi. O'shanda birga ham, ikkiga ham parashok solasizlar. Bu juda kir bo'lib ketgan kiyimlarga toza qilib chiqarib beradi. Birinchi bu yoqdan tortib yuvadi, keyin bu yoqdan tortadi. Mana ikkiga bo'lsa, har doim qanaqa funksiya bo'lishidan qat'iy nazar mana shu ikkiga solasizlar. Parashok, gel, qanaqa suyuli bo'lishidan, ayli parashok bo'lishidan qat'iy nazar shu yoqqa solasizlar. Ham ko'k joyiga bo'lsa, vernel, hid beradigan konditsionerlarni solasizlar bu yoqqa. Sizlarga bitta foydali eslatma, ko'k push degan joy bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, buni bossanglar, dozator chiqadi. Har bir oyda bir marta ochib yuvib tozalab tursanglar, parashokka assetkalar yig'ilib qolib ketib, xunuk bo'lib qolmaydi. Bundan tashqari yana bitta sizlarga foydali maslahat. Har safar kir yuvib bo'lganingizdan keyin обязательно kir mashinani eshigini ochib qo'yinglar, yopib qo'ymanglar. Nimaga desanglar, issiq suv yuvganning hisobiga ichida dimlanib, hidlanib qolishi mumkin. Har safar yuvgandan keyin erinmasdan mana shu rezinkali joylarni artib qo'yinglar. Chunki bu yerda kir suv qolib ketishi mumkin. Shu kir suv qolgandan keyin mo'g'ullab kir mashinasi ichidan yomon qo'lansa hid chiqishi boshlaydi.